Mana shu uylardan 9 ta quriluvdi, 2 ta donasi qoldi akalar. Sergeli tumani Xonobodga kelganmiz. 103 ming dollarga shunaqa shirin uchastkalardan qurib qo'yishibdi. Oldida qaranglar. O'rib mazza qilib, shunaqa chiroyli xonadonlar. 1.6 ga tushgan akalar, hovlisiga bemalol mashina olib qurib qo'ysanglar bo'ladi. Chap tarafda yozgi oshxonalar, kuxni oshxonalar qaranglar, kuxnasini вообще zo'r. Mazza qilib yashaydigan xonadon ekan. Hamma sharoitda qilingan. Hovli uchun bu tarafda bitta hojatxona, rakvinalar qo'yilgan. Bu tarafda mana mashinani olib kirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shu bitta tapchali qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Uy oldi tarafdan podolga tushish yo'li bor ekan. Ikkita xonani podol qilishgan ekan. Qarang, podol ham 2 xonali. Bemalol bankalarni qo'yib qish paytida foydalansanglar bo'ladi. Mana endi bismillah deb uyga kiramiz. Hammaga ham shunaqa chiroyli go'zal xonadonlar nasib ro'za aylasin. Kirishimizga chap qo'limizda demakda chiroyli sharoitli oshxona ko'ramiz. Uy katyollar oshxonaga qo'yilgan, oshxona mebellari, xolodilniklar qo'yilgan. Mana koridor bo'ylab xonalarni birin-ketin ko'ramiz. Bu tarafda bitta xona, olasanglar bolalar uchun bitta spalnya qilib yasanglar bo'ladi. Kirishimizga shunaqa katta hol, televizorlar qo'yishga denniy joyli qilingan. To'g'rida birinchi xonamiz. Zal bo'lsa kerak bu, katta razmerda. Xonamiz yonida kattalar uchun bitta yotoqxona. Lampochkasi quyib qo'ygan, bu tarafda sanuzel xonasi bor o'zining ichida. Koridorda umumiy sanuzel xona, hamma sharoitda qilingan. O'ng qo'limizda oxirgi bitta yotoqxonani ko'ramiz. Umumiy hisobda 103 ming dollar okalar, kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'ringlar, egasi bilan savdosini qilib baraka qilsanglar bo'ladi.